Ibrohimjon aka, potensial mijozimizdan mana xolis fikrlar. Endi mana motoblokni ko'p ishlatganman, bizniki ko'kidan edi. Ha. Mana endi mana shponkalisi bor-ku, bular nihoyatda baquvvat chiqqan mana nimasi. Mashina. Ko'rinishi ham aytib turadi. Ko'rinishi ham aytib turibdi, anaqasi ham baquvvat. Boshqa haligi boltiga kalib qatqandan maxsus o'lchayman. Qanchadan bir ishlatasiz? Qancha yil? 4 yil bo'lyapti. 4-yil. Motor qilingan yo'q, boshqa qilingan yo'q. Haqiqatan zo'r chiqdi. Zo'r chiqdi. Nima bor edi? Hozir yaxshi aytdingiz. Men hozir misol bilmayman-da qanaqasini. Nimalarga e'tibor berish kerak? Olishda, sotib olishda nimalarga e'tibor berish kerak? Mana sizning tajribangiz bor ekan. Korobkaga. Korobka, asosan korobkaga. Moslar qashti bir xil. Ha, moslar hammasiniki bir xil. Korobkaga